Bir kabriston bo'lganmiz aslında. Aman. Şu kabristanı İslam Hoca babamız öldürülen joyini topdim. Onu sizlere göstereceğim. Qani gittik. Bu darvoza o'zlarimizning Nurlavoy darvozasi hisoblanadi va 1913-yilni shom vaqti, ag'zachor vaqti, ro'za oyining 7-kunida Islom Xo'ja bobomiz aynan shu darvozadan chiqib, yop bo'yindan qarab, o'zlarimizni Xivani dilida aytadigan bo'lsak, Bayoniy maktabning yo'lina qarab ketadilar. Ya'ni o'zlarining uylari hozirgi selxoz kollejini yonida bo'lgan, shona uylariga qarab ketadilar. Manbalarda keladi. Ya'ni Nurlavoy saroyidan chiqqandan keyin 1500 metr subhanalloh deb aytiladigan joyga kelgandan keyin o'zlarini aravasini hujum uyushtiriladi. Va men shuni o'qigan joyimdan, ya'ni 1500 qadam deb o'qigan joyimni kelib chiqqan holatda 1500 metr subhanallohni aytdim va aynan shu joyga yetib keldim. Bu joy esa aynan hozirgi Bayoniy maktabimiz va ko'na o'zlarimizning diplomning o'rtasidan to'g'ri keladi va u davrlarda, u paytlarda shu joylar ko'pchilik qismi qabriston, ya'ni o'ylab bo'lgan ekan va hozir saqlanib qolgan qismi va aynan hozir saqlanib qolgan qismi shu qism hisoblanadi. Shu voqea, hodisa sodir bo'lgan joy esa gumbazning yonidan alinganda 20-30 metr deb aytilgan, shu o'rtaliq hisoblanadi ekan. Islom Xo'ja bobomiz aynan shu joyda o'ldirilganligini men ko'p manbalarda o'qidim. Aynan shu vaqtdagi insonlarning avlodlari bilan gaplashdim, o'zlari ham aytadi. Haji bobo, nereda so'yilganlar? Avan, ana. hücum bo'lgan şurada. Avan, Hücum. Bir kabriston bo'lganmiz aslında. avan. Şu kabristanı neticəsində şu hücumun içində yolda ötüb barışın. Siz ham sho'rdan siz axir, ata bobomiz sho'rni ko'rayaplar hujajlar. Shu mahalla odamina. Ag'a rahmat. Meni yana bir qoyil qoldiradigan narsa shuki, bu vaqtda vaqt yoki masofani o'lchash, masalan, 1000 martalik subhanalloh yoki 2000 martalik alhamdulillah masofada joylashgan deb aytilgan. Va aynan shu joy bu Nurlavoy saroyidan sho'racha 1500 subhanalloh aytiladigan joy ekan. Ben bunu o'zim tajribamdan sinab ko'rdim. Siz ham xohlasangiz bir marta tajriba qilib ko'rsangiz bo'ladi. Voqea shunday shiddat bilan bo'lib o'tadiki, shom vaqtida o'ldirilgan Islom Xo'jani jasadini, ya'ni o'limini xabarini xalqqa aytmay, bomdod vaqtida ko'mib yuboriladi. Ya'ni xalq tomonidan Islom Xo'ja dum sevib, dum hurmat etilgan, hatto xondan ham ulug' martabaga erishganlik haqida manbalarda keltiriladi va haqiqatda ham shunday bo'lgan. Agar xalqning xabari bo'lganda Islom Xo'jani o'ldirilganlik haqida katta g'alayon yoki hatto xonni ag'darishicha bo'lgan voqea hodisalar bo'lishi mumkin degan narsalari bor. Alloh u kishini rahmat etsin. Shu yurt uchun, shu Xivamiz uchun, Xorazmimiz uchun kurashganliklari uchun aynan kelib ko'rsangiz bo'ladi. Hozirda bu yerda katta ta'minlash ishlari bo'lib turibdi.